Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 8-iyun haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Xo'p. Bular nech pul dedingiz? 60 ming so'm pachkaga. 60 ming so'm pachkaga ekan bularning narxi. Razmer 50 ekan. Razmerlar 50 ekan. Donaga nech puldan? Donaga 65 ming so'm qo'shiladi. Donaga 65 ming so'm ekan. Mana shu joyda mana birinchisini ko'ryapsizlar. Oxirgacha xohlagan rangi, xohlagan razmerini olaveradi. Donaga olaman desa. Materiali nima buni aka? Ko'prashdan. Kupra shtampil ekan. Ko'ylak lozimda bular, shundaymi? Xalat. Yaktashib. Xo'p, mana shuda endi haligi xalatishim deydimi, mana shu ko'rib turganlaringda. Hamma har xil narsa deydi-da haligi. Razmeri ham 56 gacha tushadi aka mana. Yaxshi. Pastdagilar nech puldan bular? Rasmlar 45 ming so'm. Bular 45 ming so'mdan ekan. Qaysi yoqali? Shumi? Shunisi? Bular 100 mingga 3 tadan ekan. Bittamda ko'tarib turasizmi o'zingiz? Mana. Ko'ylak lozim. Donaga nech pul aka bu? Donaga 35 ming aka. Donaga 35 ha? Yaxshi. Telefon nomeringiz bormi? Bor aka. Necha nomeringiz? 94lik 94lik 216 216 1801. 1801 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulot kerak bo'lsa. Oluvchilar telefon qilsin, Xudo xayr bergunlar ki. Bo'lar bo'lmasga vaqt top telefon qilmanglar. 50 razmeri. Bu razmeri 54 gacha tushaveradi bemalol. yaxshi. Katta razmerimiz 56 gacha tushadi. Shu mahsulotlar ekanda, kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul kelsa olasizlar.